Deylik, erkak kishi to'shakka yotib qoldi. Unga sudni tutish kerak, garshok tutish kerak. Kim buni qiladi? Kim buni qiladi? Onasimi, singlisimi? Yo'q, ayol qiladi buni. Deylik, erkak operatsiya bo'ldi va u yotgan joyda tahorat qilish kerak, boshqa qilish kerak. Oddiy narsalar olaylik, kim buni qiladi? Ona qiladimi, dadasi qiladimi, singlisi qiladi? Ayoli qiladi. Gemoroyni oldirsa, endi kechirasiz-da endi. Kim qaraydi? Ayol qaraydi. Ya'ni ayol bilan erkak yillar davomida shunaqangi yaxlitlanib ketadiki, man san qolmaydi. Man san qolmaydi, ular bizga aylanadi. Bu tasavvur qiling, bizga aylangan odamdan yarimi ketsa, xuddiki tanasidan yarim jonni uzib olgandek bo'ladi. Ming sir bermasa ham, ming osmondan kelsa ham, boshqa qilsa ham, baribir ichida ayolsiz erkak yasha olmaydi. Baribir huvillab qoladi, yolg'iz his qiladi, yomon his qiladi, bu ishiga ta'sir qiladi, bu sog'ligiga ta'sir qiladi, bu hamma narsaga ta'sir qiladi. Shuning uchun ayol bu erkakni uyi qo'rg'on bo'lsa, ayol ichidagi chirog'i.